Videoni oxirigacha tomosha qilinglar va har yili bahordan kuzgacha daraxtlar talab qilinadigan azot, fosfor, kaliy haqidagi to'liq ma'lumotlarni o'rganib olasizlar. Video davomida azot, fosfor, kaliyni qanchadan qo'llashimiz kerak va nimaga asoslanib biz xulosa qilamiz, qancha o'g'it berish kerakligini hamma qoidalarini qo'ldan kelgancha o'rgataman. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib o'sha daraxtlar eng ko'p talab qiladigan va biz bargidan berib yetkazib bo'lmaydigan bu azot hisoblanadi. Biz o'shalarda albatta ildiz orqali ko'proq berishga harakat qilamiz. Bu yerda mana tomchilatib sug'orish tizimi orqali azot berishni boshlanadigan vaqti bu mana gullash davri. Hozirgi paytda azot bilan o'g'itlantirishni boshlashimiz kerak. O'tgan yilgidan ko'ra qancha azot beraman? O'tgan yil aytaylik hektariga 100 kg, 150, 200 kg bergan bo'lsangiz, o'sishga qaraymiz biz odatda. Bu yerda meva turlari bo'yicha qancha o'sish bo'lsa yaxshi hisoblanadi. Minimalli har yil o'sish. Bu Telegram kanaliga o'tadigan bo'lsanglar, bu yerda to'liq ma'lumotlar bor. Har bitta meva turida o'sish uzunligi. Gilosni misol aytadigan bo'lsam, har yili 50-60 sm yangi o'sish bo'lishi kerak. Bu nimaga olib keladi? Yangi o'sgan joydagi ozuqa, barg olgan ozuqalar orqa tomonga mevaga qarab boradi va bu narsa har yil davom etmasa, meva ko'payib ketadi. Agar kaltalashib ketadigan bo'lsa, ko'proq mevaga yotib oladi va mevalar maydalashib ketadi. Agar juda ham uzun bo'lib 1 metr, 1,5 metr agar yon shoxlarimiz o'sib ketadigan bo'lsa, 1,20, bu mevalar kam tugilishiga olib keladi va meva yuqori tonnaga chiqa olmaymiz. Shuning uchun optimalli o'sish odam bo'yi balandligini o'lchaganimizda 50-60 sm bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun sizni bog'ingizda agar 50-60 o'sgan bo'lsa, hosilingiz oshayotgan bo'lsa, hosilning miqdoriga qarab biroz azotni ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Bu yosh daraxtlarga bu qoidalar o'tmaydi. Yetilgan daraxtlar haqida ketyapti 50-60 sm o'sish. Chunki yosh daraxtlarimiz bizda maksimalli o'sish kerak. Mana kesib qo'yganmiz, ko'ryapsizlar, KGB usulida 45-50 sm qilib kesilgan. Bulardan maksimalli shox o'stirishimiz kerak. Chunki ildizlar ham yetarlicha o'sib oladi. Ikkinchi yilda yana shoxni ko'paytiramiz, keyinchalik mana shunaqangi chiroyli shakldagi bog'ga aylanadi. Buni mevasi yaxshi tugib oladigan bo'lsa, keyinchalik yana videolarda ko'rsatamiz. Xo'p, azotni berayotganda odatda o'sishga qarab beramiz. Shuning uchun esdan chiqarmanglar, o'sishimiz kuchi bu hamma narsani hal qiladi. Juda ham ko'p azot berib oladigan bo'lsak, bizga muammo keltirib chiqaradi. Kasalliklar va shiralar, hasharotlar. Bu hamma daraxtlar uchun birdek muhim. Juda ham tez o'sayotgan shaftolini tasavvur qilinglar. Azot ko'paytirganinglar sari sho'r tushib ketadi, shira bosib ketadi. Nokda ham xuddi shunaqa, olmada ham xuddi hamma daraxtlarda azotni daraxtlar keragidan ortiq olib yeb qo'yish ehtimoli bor. Ya'ni bu shokoladga va shirinlikka o'xshagan narsa odamzod o'ziga chegarani bilmay ko'p yeb qo'yishi mumkin. Xuddi shunaqangi azotni bu yaxshi ko'radi. Ko'p olgan sari daraxtlarimiz orqaga qarab ketadi. Endi azot turlarini bilasizlar. Biz eng ko'p hozirgi paytda selitra, amoniy nitrat tavsiya qilamiz. Sababi karbamid juda ham sekin erigani uchun amoniy nitrat hozir beradigan bo'lsak, tezda yetib boradi. Gullarni tugilishiga, umuman mevalar yirik bo'lishiga bizga katta yordam beradi. Hozir bitta narsani bilinglar, gullash daraxtlarni maksimal jonini yeydi, maksimal energiyasini yeydi. Shuning uchun nima uchun daraxtlar kesamiz? Shu kamroq energiyasini sarflab, biz qoldirgan mevalarga ko'proq energiyani yo'naltirish uchun kesib balanslashtiramiz. Hamma daraxtlarda daraxtlar meva turiga qarab turib, ayrimlarda masalan shaftoli, uzumlarda shaftolida 50% gacha, 60% gacha kesamiz. Uzumda 70-80% shoxini kesib tashlaymiz. Qolganlariga butun ildizdagi shox tanalaridagi energiyani o'sha yoqqa qarab yo'naltirish uchun, mevalarda yirik va sifatli bo'lish uchun. Shuning uchun kesish o'ta muhim masala hisoblanadi. Noto'g'ri kesgan bo'lsanglar, meva kam bo'ladigan bo'lsa, o'sish juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, azotni to'g'ri boshqarishni o'rganishimiz kerak. Demak, selitradan boshlaymiz. Azotni qanchalik bo'lib bersak, shunchalik yaxshi. Sof holatda biz ustozlarimiz aytadi, 1 gektarga sof holatda 1 marta azot berganda 5-10 kilodan oshirmaslik kerak. Bu nima degani? Aytaylik, o'sha amoniy nitrat bo'lsa 25-30 kilo bir haftada 1 gektarga tomchilatib sug'orishdan berishimiz kerak bo'ladi. Buni bir paytda o'zida to'dalanib tagiga tashlab hammasini beradigan bo'lsa, hech qanaqa foyda olib kelmaydi. Azot yuvilib ketadi. Juda ham oson yuviladigan
o'g'it turi hisoblanadi. Shuning uchun kelishdik demak, haftasiga gullashdan boshlab 20-25-30 kilogacha gektariga beramiz. Har hafta bir 10 kunda, bir hafta 10 kunda beramiz. Va yetarlicha o'sha miqdorimiz 1 yillik miqdorimiz yetarli bo'lsa berish to'xtatamiz. Endi azotli miqdorlar haqida bitta narsa aytishim kerak. Hozirgi mana O'zbekiston bozorida sifatli gilos ko'chatlar yetishmovchiligi sezilyapti. Yaxshi payvandlikda, yaxshi nav, yirik bo'ladigan, biz zonaga tushadigan, siz zonangizga tushadigan giloslar topish qiyin bo'lyapti. Shuning uchun North-Chantal Parking Plants'da sizlar uchun maxsus taklifimiz bor. Kremsk 5, Kremsk 6 Kremsk 6 bu yarim pakana payvandlik tezroq mevaga kiritadi. Shularni biz 2027 kuzga chiqarib berish uchun 2026-yilda iyul oyigacha bizga zakaz qilib qiziqish bildiradigan bo'lsanglar 20% chegirmani e'lon qilyapmiz va siz xohlagan navni payvand qilib beramiz. Ya'ni kremsklar bular o'zini isbotladi, issiq sovuqda biz regionlarda suvsizlik muhitida va turli stress muhitlarda ham o'zini yaxshi ko'rsatdi. Shuning uchun bu payvandliklarda biz davom etamiz. 100 minglab biz payvandliklarimiz bo'lyapti. Kelib ko'rib, undan keyin zakazni berib ketinglar. Biz payvand paytida, payvand 26 mana iyul avgustda boshlaymiz. Shundan oldin sizlar zakazinglarni qabul qilamiz va 27 kuzga yetkazib beramiz. Shu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Erta harakat qilganlar birinchi bo'lib yaxshi sifatli ko'chatlarni va chegirmani qo'lga kiritadi. Rahmat. Agar o'sish sizda 50-60 dan past bo'ladigan bo'lsa va yuqori hosil olishingiz kutilayotgan bo'lsa, gektariga sof holatda, demak o'sish past, meva ko'p bo'lishi kutilyapti. Gektariga sof holatda 100-120 kilogacha beramiz. Bu degani selitrada bu 300 kilogramgacha boradi, karbamidda 200 kilo atrofida bo'ladi. Bu narsa o'sishni jonlantirishga va mevalarda tonnasini ushlashga bizga yordam beradi. Agar o'sishingiz o'rta bo'ladigan bo'lsa, bu narsani yana biz aytdik, sof holatda 100 kilo deyotgan bo'lsam, 100 kilo 120 kilogacha desam, demak sof holatda 75-90 kilogramga o'rta o'sayotgan daraxtlar, 50-60 o'sayotganlarga sof holatda shuncha azot beriladi. Agar tonnamiz yaxshi bo'lib borayotgan bo'lsa, agar juda ham kuchli o'sib ketayotgan bo'lsa, meva ko'rinmayotgan bo'lsa, azotni to'liq kamaytirish mumkin. 0 dan va sof holatda 50-60 kilogacha berish mumkin. Chegaramiz shu yerda. Shuni bilib olishimiz kerak. Juda kuchli o'sayotgan daraxtlarga azot berish mumkin emas. Meva yetilgan yosh daraxtlarga beraveramiz, chunki ular maksimal shoxini o'stirib olishimiz kerak va qalin qilib o'stirishimiz kerak. Kuchsiz o'sgan daraxtlarda azot kam berganimizda juda ham kuchsiz bo'ladi va mevalar bilan yotib, agar sizlar bog'ga kirsanglar, liboy boqqa, olma, liboy, shaftoli hammasida liderlar egilib yotganini ko'rsanglar, demak, bu yerda o'sish zo'r bo'lmagan yillar davomida ingichka bo'lib qolgan shox va meva ko'pligi natijasida ochilib ketadi, yoyilib, egilib, shoxlar qatorlarda to'sib qoladi. Bu narsani bodom bog'larida ham ko'p ko'ramiz. Shuning uchun azot bilan o'g'itlantirish o'ta muhim. Ko'p berish faqat zararga olib keladi. Kam berib turib daraxtlarni mevaga yotqizib olish bu juda muhim masalalardan biri hisoblanadi. Endi keyingi eng ko'p qo'llanadigan o'g'itlardan biri bu kaliy hisoblanadi. Kaliy haqida ham bu yerda to'liq ma'lumotlar bor. Kaliyni qayerga qarab beramiz? Demak, kaliy mevani tonnasiga qarab beriladi. Shuning uchun biz qishda odatda kamdan kam beramiz. Tasavvur qilinglar, sovuq urib ketib qolsa, masalan, ayrim navlarimiz sovuq urib ketdi. Bularga kuzda berib qo'ygan bo'lsak, masalan, yoki qish davomida bergan bo'lsak, bu keyingi yilga ham yetadi. Ya'ni bu yil sovuq urgan bo'lsa, kaliy turaveradi. Keyingi yilga bermasanglar bo'laveradi. Shuning uchun biz odatda kaliyni meva tugib bo'lgandan keyin hisoblaymiz. Azotda 1,5-2 baravar darajasida berish kerak. Nima uchun azotdan 1,5-2 baravar ko'p beriladi? Chunki azot o'stiruvchi narsa hisoblanadi. Kaliy uni shoxlarning sifatini, liboy mevani ham o'stiruvchi bo'lsa, kaliy sifatini oshiradigan narsa. Biz o'stirib, ingichka qilib yoki bir kuchsizlantiradigan joyiga kaliy berib quvvatlantirishimiz kerak. Shuning uchun 1,5-2 baravargacha kaliy azotdan ko'ra ko'proq beriladi. Shuning uchun reja qilayotganlarda 1 gektarga 3 qop, 4 qop azot berdim desanglar, kamida 3-4 qop yoki 5-6 qop biz kaliy berishimiz kerak bo'ladi. Chunki mevalarda kaliyga juda ham katta talabi bor. Kaliy haqida ham bu yerda mana to'liq bu dokumentimiz juda ham katta, 10 betli ma'lumotnoma bo'ldi. Oldingi qilingan o'g'itlash haqidagi olgan bo'lsanglar, bu ichida yangi qo'shimchalari bilan qildim. Har safar nimadir yangi va yaxshilangan narsani
sizlar bilan ulashishda davom etaman. Demak, kaliyni hisobini oldik. Bu yerda har bir kilogramm meva uchun qancha kaliy berish haqida ma'lumotlar bor. Bu yerda mana 300-400 kilogacha kaliy berishimizga to'g'ri keladi. Mana bu yerda kaliyni oladigan bo'lsak, olmalarda 1 tonna olma uchun har bir tonna uchun 3 kilogramm sof holatda kaliy berishimiz kerak. Bu degani kaliy sulfatingiz bo'lsa 6 kilo berishingiz kerak. Demak, 40 tonna agar olma olayotgan bo'lsangiz, sof holatda 240 kilogramm biz kaliy berishimiz kerak bo'ladi. Kaliy o'ta muhim masala hisoblanadi. Bu gilosda ham bor. Mana 3,5 kilo sof holatda shaftoli, o'rik, olxo'r va uzumlarda 1 tonna uchun 4 kilogramm berishimiz kerak bo'ladi. Bodomda 77 kilogramm, sababi tonna 3 tonna olsangiz, o'shanga ko'paytirasiz, 210 kiloga to'g'ri kelib qoladi. 150, mana 170. Chunki bodomda mevani o'sha yog'ochli qismi qattiq qismiga ko'p, mevani o'ziga o'sha yog'ochligiga ko'p sarflanadi. Shuning uchun bu yerda hamma instruksiyalar yozilgan. Bu bo'yicha ishlaysizlar. 10 tonna olayotgan bo'lsanglar, 30 kilo sof holatda. Hammasi tonnaga qarab. Kaliy doim mevani ko'rgandan keyin, oldindan tonna tushirib qo'yishni kerak yo'q. Taxminan qancha olishingizni bilsangiz, ertaroqdan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun kaliyda bir biz aytganimdek o'sha azot o'sish kuchiga, tonnasini ko'payib kamayganiga qarab bersak, kaliyda faqatgina mevani tonnasiga qarab beramiz. O'sishga, boshqa narsaga ahamiyati yo'q va mevaga kirgan, eslab qolinglar, mevaga kirgan daraxtlarga beramiz xolos. Mevaga kirmagan yosh daraxtlarga, 3-4 yoshli daraxtlarga ham deyarli bermaymiz. 5-yildan boshlab yetilgan daraxtlarga berishni boshlaymiz. Endi bizda yana bir kam ishlatiladigan, daraxtlarda talabi juda ham kam bo'lgan o'g'it, bu fosfor o'g'it hisoblanadi. Fosfor gullashgacha biz berib bo'lgan bo'lsak zo'r. Masalan, yer tagiga beriladi doim, yer ustiga bermaymiz, lekin fosfor yana bitta tomoni ishqoriy tuproqlarda ildizga yaxshi yetib bormaydi. Shuning uchun map ko'rinishida bera olsak, mayli o'sha amafosni yarmini beringlar, 3dan 1ni beringlar, map ko'rinishida tomchilatib sug'orish orqali bersak, u zo'r ildizga yetib boradi va mapda ichida yana 16% azoti ham bor, u yana qo'shimcha foyda keltiradi. Shuning uchun gullashgacha biz fosforlarni beramiz. Gullash boshlanganda, to'liq gullashda azot bilan davom ettiramiz va mevalar paydo bo'lishni boshlagandan keyin terimdan 1 oy, 2 oy oldin kaliyni berishni boshlaymiz. Berish davrlari xuddi shu tartibda aniqlanadi va ketadi. O'sha bahordagi ildizlar nima uchun fosforni bahorda beramiz? Ya'ni gullashdan oldin. Gullashgacha, shoxlar o'sgunicha ildizlar o'sadi va ildizlar o'sishida fosfor juda ham muhim rol o'ynaydi. Tasavvur qilinglar, mana ildizlar o'sdi, gullashgacha keldik, shox o'sishni boshlaganda ildizlar to'xtaydi, fosforni berib bo'ldik. Undan keyin novda o'sishga ketadi. Meva rivojlanishni boshlaydi. Bu yerga azot beramiz va azot berib o'stirib hammasini katta yirik qilib olganimizdan keyin endi uni sifatini oshirish bilan shug'ullanishimiz kerak. Bu yerda kaliy yetib keladi bizga. Kaliy terimdan oldin 1 oy, 2 oy oldin beriladi. 3 oy ham oldin bersanglar bo'ladi. Masalan, kech pishar olmalarda, noyabrda pishadigan olma bo'lsa, buni avgustda, iyul, avgust, sentyabrlarda bersanglar bo'laveradi. Kaliyni mevalar zo'r tortadi. Kaliyni eng katta qismi faqat mevalar bilan chiqib ketadi. Azotning eng katta qismi meva bilan bir qismi chiqsa, qolgani shoxlar kesish bilan chiqib ketadi. Shuning uchun bularni biz har yili qaytarib beramiz. Fosfor na mevada, na shoxda chiqib ketmaydi. Shuning uchun kam beriladi. Masalan, tablitsani ko'radigan bo'lsak, fosforli o'g'itlarni yaqinroqdan ko'rsatishingiz mumkin. Buni Telegram kanaliga o'tib keyin olasizlar. Olma nokda mana kaliyni ko'rdik hozir. 3 kilogramm turadi. Fosfor 0,5 kilogramm. Ko'ryapsizlar? 1 tonna meva uchun. Gilosda, shaftolilarda kaliy 4 kilo turadi. Bu yerda 1,5 kilo fosfor. Gilosda 3 kilo edi. Kaliyimiz bu yerda 1-2, ya'ni 3dan 1 kaliyni 3dan 1 azotni yarmi desak bo'laveradi. Azotni yarmi, masalan 100 kilo azot berayotgan bo'lsak, bir yilda aytaylik, yo 200 kilo azot bersak, biz o'shani yarmi 100 kilo fosfor bersak 1 gektarga yetadi. Fosforni agar pulinglar, daromadinglar yoki meva bo'lmagan yillar bo'lsa, fosfor bermasanglar ham bo'ladi. 1 yil, 2 yil, 3 yil umuman zarari bilinmaydi. Keyinchalik yana daromadga kirgandan keyin bersanglar bo'laveradi. Shuning uchun biz yosh daraxtlarga va gullash o'sish bo'lgunicha fosforni iloji boricha daraxtlarga yetkazishga harakat qilamiz. Ekishdan oldin yer tayyorlashda amafosni ham solamiz, chunki amafos keyinchalik
tuproq strukturasi yaxshilanib, ildizlar o'zi sekin borib bir oladigan formaga o'tadi. Ildizlar borgandan keyin ildizlar atrofi doim kislotli hisoblanadi. Fosfor bilan tutashganda o'sha yerdan so'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Yer tayyorlashda bir marta o'sha yerda berish imkoniyatimiz bor. Fosfor haqida quyidagi o'sha ma'lumotlar edi va bundan tashqari yana bu yerda tablitsada to'liq qaysi o'g'it turlarida necha foizdan qaysi azot, fosfor, kaliy necha foizdan bor, hammasi oltin gurtliklari ham bor. Mana ammoniy sulfati bu oltin gurt. Ammoniy nitratimiz selitra. Bunda faqat azot bor xolos. Amafosda mana 12% azot bor. MAPda ham 12%, 16% gacha azot bo'ladi. Shuning uchun o'g'itlashda eng muhim narsa bu o'zini davri va davrida o'sha yetarlicha va buni yetarlicha ildizning atrofiga yetarli berishimiz muhim hisoblanadi. Umuman oldingi o'g'itlash to'g'risidagi videolarni ham tomosha qilinglar. Bu yerda ham to'liq ma'lumotlar olasizlar. Ulardan ham parchalar imkon bo'lsa biz qo'shib ketamiz. O'g'itlash bo'yicha hozir eng muhim masalalar o'sha azotni gullash paytida berishimiz. Meva yaxshi bo'lish uchun, yirik bo'lish uchun o'ta muhim masala. Hozirgi davrda fosfor berishga ulgurmagan bo'lsanglar ham fosforni unutib, ammoniy nitrat, selitrani berish bilan shug'ullansanglar, juda ham katta bizda chiroyli o'sish bo'ladi bahorda, mevalarning rivojlanishi bo'ladi, yaxshi tugalar. Ozuqaga talab juda ham katta. Har bitta gul, daraxt jonini sug'urib yotibdi. Biz o'shanga quvvat tariqasida ildizdan ozuqalar berishimiz kerak va bu azot ko'rinishda bahorda bo'ladi. Mikroelementlarda zashta rasteniya masalan fungitsid, insektisid sepayotganda MAPni 5 kilo 1 tonnaga qo'shib ustidan bargdan oziqlantirishimiz mumkin. Mikroelementlar to'lib yotibdi. Gullashda mana bor beramiz, rux beramiz. Undan keyin temir berishlar mumkin sarg'ayadigan bo'lsa xloroz. Va ustidan yana boshqa turli tuman kombi mikroelementlarni dori sepayotganda ichiga qo'shib yuborasizlar. Muammo yo'q. Masalan fungitsid, insektisid, mikroelementlar qo'shib qo'shimcha oziqlantirishinglar mumkin. Agarki sizda o'sha yetilgan daraxt meva tonnasi yuqori va daromadingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa. Bo'lmasa minimum o'sha azot, fosfor, kaliyni joyiga qo'yib, gullash davrida bor sepishimiz kerak. Bor hosildorlikni, meva tugishiga va ularni kalsiyni yerdan olishiga, mevani sifatli bo'lishiga ayniqsa gilosda o'ta muhim. Shuning uchun biz gullash davrida bor sepamiz 1,5 litr 1 tonnaga qo'shib va unga perlan ham qo'shib yuboradigan bo'lsanglar, giloslarda yiriklashishiga juda ham ajoyib yordam beradi. Gullash davrida 50% gullaganda, 100% gullaganda perlan sepish bo'yicha ham sizlarga katta bir yangiligim bor. Uni alohida 2 betli dokumentda tayyorlab qo'yganman. Uni ham nasib qilsa Telegramga qo'yamiz. Podpiska, like bosishni esdan chiqarmanglar va kommentariyalarda hech yo'q rahmat so'zini yozib qo'yamiz va bu keng tarqalishiga yordam beradi. Rahmat, sog' bo'linglar. 2025-yilda va umuman oldingi yillarda ayniqsa suv yetishmasligi bog'larimizda juda ham katta zararga olib kelyapti. Biz o'zimiz bog'da ham barglar to'kilishi, mevalar mayda bo'lishini kuzatdik. Suv tejash uchun biz avvalo bog' tashkil qilishdan oldin va keyin bu narsani o'ylashimiz kerak va bu haqda mulchalash, bog'larda suvlar tejash, sug'orish qismida kitobimizda hamma ma'lumotlar olishingiz mumkin. O'zbekiston uchun ayniqsa issiq regionlar uchun bu ayniqsa juda ham muhim hisoblanadi. Mulchalash bu o'sha yerda ustini yopish, namlikni ispareniya, ya'ni bug'lanishni, parlanishni kamaytirish hisoblanadi va daraxtlarga uzoqroq muddat namlikni yetkazib beramiz. Sifatli meva yetishtirishda, gilos yetishtirishda juda ham muhim hisoblanadi. Kitobga hoziroq buyurtma berishni esdan chiqarmang. Rahmat.